Salom do'stlar, sizlar bilan yana audio. Bugun biz qurol va kiyimlarning darajasini oshirishni ikkinchi qismini ko'ramiz. Esingizda bo'lsa, men ana bu yerlarda qolib ketgandim va men yana bitta orolcha topdim. Orolmasu nima bo'lsa ham. Xo'sh. Mana. Do'stlar, ana endi bir qishloq topsam zo'r bo'lardi. O'zimga bir kiyim-kiyimlar yasab olaydim. Yoki sigir topishim kerak. Xo'sh. Bu yer nima deysiz uni ismini? Beryoza daraxtlarimi? Ha. Shunaqa orol, beryoza daraxtli orol. Xo'sh, bunaqa tushlarni yomon ko'raman-da. Hoppa. Xo'sh. Mayli bir oddiy joy chiqqan, anaqa borguncha pauza qilib turamiz. Do'stlar, mana kelib oldim. Xo'sh. Buni bir qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, yana ketdik. Yana suvmi? Hech qisi yo'q. Oddiy ko'lmak kabi. Ko'lmakcha emas, endi bog'langan. Xo'sh, bizga yana bir sigir kerak. Bittaymi? Mana o'zi bu. Xo'sh, ketdik. Bu tarafga ketamiz. Menga unaqa joylar kerak emas. Beryozalar. Menga o'zimizda oddiy daraxtli joy kerak. Mana bitta ketarqan chiqarim bir to'rashga. Yo'q, chiqmadi. Hali ham chiqmadi. Endi o'zimiz chiqishimiz kerak. Xo'sh, yana sindiramiz. Bu chiqdi. 15-urinishda. Yoki 13. 11. Xo'sh. Men 14-urinishda yoki shu 15-urinishda chiqdi. Bu bilsam ham qo'yilmaydi. Bizga buncha graviy kerak emas. Biz graviymi? Ha. O'tdan ham ancha teri tushadi. Bu yoqqa. Men bilmaydi baland o'yinchi. Biz o'ylamiz-ku. 3 ta. Hech nima aytmaydi bu. Sen qo'y. Bolasi bor ekan-ku. Eshsiz. Xo'sh. Bitta ham qushloq chiqmaydi paydo bo'lgan beri. Qushloqlarni saytidan yozsam bo'ladi, lekin bu g'irromlikda. Xo'sh, tayga. Shu daraxtga bosam ekan. Xo'sh. Bu yerga endi mana shu tarafga ketamiz. Menga qishli zonalar yoqmaydi. Lekin menimcha tog'. Tog' bormi? Ha, tog'. Yo'qdana qishloq. Ana ishimiz o'shanlashdi. Temirchin uyi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Xo'sh. O'zim yaxshi joyga joylashgan ekan qishloq. Bir toshli joylarga. Bilsam, meni kim bilsa bilmasa, qishloqlar ham sayohat qiladi. Ha. Unda qayerdan biladi bu? Nima desam, temirchini uyda olmoslar, o'tinlar bo'ladi. Yashayapman qani. Yeguliklarni olib ketamiz. Potato bizga kerak emas. Xo'sh, kartoshka. Xo'sh. Bir qimmatroq narsa chiqadi degandim, lekin hech nima chiqmayapti go'limdan boshqa. Mana bosib qo'yamiz deya, keyin o'lib petib qolib go'limdan. Keyin qidirib yurmaylik qishloqni. Yine aytib bilmaydi bu go'limni ham qo'li qichib bizani urib qo'yib. Nomardlik qilib qo'yadi go'lim ham. Go'limdan hech qachon yaxshilik chiqmagan. Chiqqan endi himoya qiladi. Lekin mana bir marta emas, 3 marta o'ldirgan. Voy, xato ekan. Xo'sh. Chiqamiz. Nima berdi? Sandiq bermaydim berdi.
qishloqda bitta sandiqli uy bor ekan. Qishloqqa qaraysan. Qishloqni o'ldirgim keladi, lekin go'lim bo'ldi. O'z go'limni unaqa o'ldirib, keyin nima qilsam qilaveraman. Xo'sh, menga mana bu olamizda kravatim rangi qizilga beray. Opiq. Uncha yoqmaydi menga. Mana bunday qilamiz, tappa tayyor. Xo'sh, go'lim topish kerak. Go'limni belo. Seni ot bolang bor ekan. Bolangga tegmayman, lekin o'zingni o'ldiraman. Bu yovuzlik bo'lsa ham. Eshikni och. Mana shunday. Va bizda nechta enter bor? 5 ta. Sen ana shu o'tir, o'zim chiqmaman qoldim. O'tirish yoqqa tushing. Sen o'li yosh qilasan. Katta bo'lsang kim o'ldirasan. Xo'sh, go'lim tog'a keling qalavera. Meni qornim ochdi-ku. O'z narsa yeyman-da, keyin seni gumdon qilaman. Xo'sh, bir kirat bosgan bo'lsam, men shunga bosib qo'yay. Xo'sh, to'xta qimirlama. Qayerga yuribsan? Eshak ko'rganga o'xshab qochasan. Qayerga ketyapsan, o? Boz qana chiqdan o'yra. Kechiring. Albası. Sakra. Xo'sh. Kexani. Mana qilma. O'qilma qilsam. Shu yoqdan yetaman deb o'ylaysan. Lekin men yetaman, sen yetolmaysan. Men go'limcha. O'lding. Ana. Buni nima bilan qiladi endi? Nima kerak shu menga? Qani 5 ta o, yaxshi. Xo'sh, endi bir uyquga ketamiz. Tamam. Xo'sh, endi bu qishloqdan ketsak ham bo'ladi. Yotoqda beqam ber. Odam qo'rqtasan? Xo'sh. Bitta shlyapa yo'q. Bitta qalqon yasaymiz. Qalqon yasaymiz. Qalqonda qo'lda bor. Lekin men qilich yasamadim aytaymi. Men qilishga o'rgana olmayman, chunki bo'lmaydi. Xo'sh. Qaysini yasasam, bunimi? Xo'sh. Mana yasaymizda, kim buni yasaymiz? Bo'ladi. Kallani ishlatish deylar buni. Chunki shlyapaga ko'proq ketaykan. Adashib qo'yaman. Xo'sh. Ko'mada menimcha tezroq pishadi. Menimcha bilaman. Xo'sh, endi bitta bunga qo'yamizda, buni hozir ana setkachalik tushadimi endi? Aytdim-ku, setkachalik dedim. Endi menimcha oltinlik, keyin temirlik. Menimcha qiyin. Mana bu yil ham cho'qi. Aytganimdek. Pechga olamiz. Xo'sh, endi mana shu yandirsin emasmi? Ana qo'y temirlikka o'tdi. Tezroq bo'lay, zerib ketdim. Vaqt bor. Kerakchi oldim. Kiyamizda ketamiz. Men hozir ham go'lim ko'rdimmi? Yo'q. Men ko'zimga ko'rindi. Xo'sh, mana moldan lekin bizga foyda bor. Hoppa. Bitta teri. Bir ko'proq bersa kerak deyman. Bir 3 ta berar deb o'ylagandim. Lekin bu ham nochor mol ekan. Nima bo'ladi, terisi kichkina mollar. Xo'p, unda ketdik. Qishloqlar ko'rin paydo qilmaganmi? Qishloqdan bitta 1-2 ta faklab ketay. Jim, hamma uyga kirsin. Nimadirlar keldi.
Men keldim, mana men. Qo'rqiylaman men. Xo'sh. Bo'lib ketdik. Endi qo'rqa bo'lsam, boraveramiz. Zombi. Maydagina qishloqcha orqasini qo'l. Va tegma bachaga. Tegma Shunday bo'lsa turib men bulardan himoya bilaman. Bachaga tegadi-ya bular. Bir katta odam bilan urushsa, o'zini yosh bola teng qiladi bular-ey. Chalacha zombilar gapim. Xo'sh, bu tovuqlardan ovqat qilardim-ku, lekin menga bu tovuqlar yoqmaydi-da. Shularni bir marta o'lib ketaman. Xom go'shtini yeb. Xom go'shtini yeganda qornim och qiladigan qanaqadir sehr qilib qo'ydi. Keyin qornim ochgani 1% gina edi. Turli yana o'lib ketdim men shunda. Yarimta jonim bordi o'sha payt. Damlamasi bir esimda yo'q necha daqiqaligimidi, soniyaligimidi. Xo'sh. Vetmamidi ismi. Qanaqadir yalg'onimiz bilarmidi? O'shanda ko'proq qaysi damlamalarni ishlatishni men uncha bilmayman. Ko'proq menga keyin sekin yurg'izish damlamasi, keyin joni ayiradigan o'shalardan ishlatadi deb o'ylasam, ular boshqachasidan ham ishlatagan. Masalan, ulaylik, bir safar Griezmanndan epic narsalar qilgandim, o'sha yalg'onimizdan. Shunaqa modim bor-da. Keyin o'sha boshqa videomga chiqaraman. Keyin qanaqadir ko'zim ko'r qilayotgan damlamalar qilib tashladim. Shunaqa bo'ldi. Toshga olib bir marra qilayman. Zerikdim. Menda temir bormi? Temir hammasi o'shan ketdimi? Xo'sh. Vaqt ham 3 soniya daqiqa qoldi. Men keyingi qismda uyimni yasayman. Keyingi qism emas, endi vaqt kam qolgan, hozir ana shu 15 daqiqalikda kinaga hozir chiqaraman-da, hozir yana bitta video olaman. Ikkovini birdaniga chiqaraman. Shu ko'mirlarni olay. Xo'sh. Sizlarga bitta savol. Ender Dragon'ni eng nozik joyi qayerdan ko'p joni ketadi? Kommentlarga yozib qoldiringlar. Topganlarda men nimadir deb chaqiraman, короче, kachok deb chaqiraman. Topilmaganda esa neger. Hazil. Hech qanday neger deb chaqirmayman. Tosh-i suv zombichalari, chala yo'qlar. Xo'sh, nima bo'libdi? Mana shu ko'mirdan kalib olaman-da. Keyingi videosini chiqarishni boshlayman. Shunaqa joyga qursa yaxshi. Suv pastga, qum yo'q, lekin bir tabiat daraxt yo'q-da. Lekin qishloq bor. Bema qishloqdan samon olishaysiz ashibdi-ku. Qishloq yonimizda nima kerak? Hayvonlarni o'ldirib ketaveraman. Mayli. Ketaveramiz. Men bu modni ishlatmasdan turib shu YouTube'ga chiqardim. Yana nimadir qilar, bak bo'lsa uyatib qoladi deb o'yladim, lekin unday bo'lmadi. Men modni olganimdanoq YouTube'ga chiqarish boshladim. Chunki YouTube'dan ko'p odamlar foyda topadi. Lekin menga foyda uchun ham o'zimga qiziqaman, shu uchun ham chiqaraman. Xo'sh. Ovozlik gapirish. Men ko'proq hackerga men hackerga muxlislik qilaman. Xo'sh, lekin
ular qanday qilib unaqa hayajonlanmasdan, xato qilmasdan gapirishiga qoyil qolamanda. Ana bittasi o'ylayapti. Deb. Yomon yoqdimi hozir? Mayli do'stlar, 15 daqiqa bo'libdi.